Aka pishiriq olib keldim. O'sha pastga qo'yib qo'y. Damashqimish qilib? Ha, damashli aka. O'tgan safarning pulini berib yuborasizmi? Hozir qaymoqchiga berib yubordi-da. Ertaga bering. Aka, non olib keldim. Keldingmi? Odamlar non so'rayapti, ezib yubordi. Faqat bir haftalik nonni pulini berasiz, keyin beraman. Bir hafta emas. 100 ta nonni pulini beraman. Sanga beraman uni ham. Hozir. Aka, nonni ichiga qabz sol, buterbrod qilib bering. Bo'ldi. Hop. Nos bormi? Nos. Marujning xolodilnikning ichida. O'zing ovurkan? Hop. 5 ming tashlab ket. Hop. Aka, jaydari ko'pni yuborib olasizmi? 50 kilo tashlab ketu. Aka britva qancha? Narxini yozib qo'ymalar o'sha yerda. Yo, prosta makaron narxini yozib qo'yibsiz-da britvaga. Aka, parashon kerakmi? Yo'q, parashon bor ukam. Aka, xalaselligingizda bo'sh joy bor ekan, shu yerga go'sht qo'ysangchi. Zo'r bo'lardi. So'rab Nuriddinich. Yaqinda bir pasda bank yopish sezoni boshlanadi. Arzon paytda shakarni bosib qo'ymaymizmi? Okey, bunaqa narsalarni o'ylash siz ishingiz emas, bizning ishimiz. Xudo xolisa, sezon kelaversin, mahsulot yetkazib beramiz. Rahmat, baraka toping aka. Aka, tapishga kerakmi? Tapishga tashlaganda mana bu qishki nasiblaringni olib ketgan. Aka, toza asal kerakmi? Tozami? Yo'q, kerak. Dada, maktabga ketyapman, pul bering. Aka, sizdan keldik. Pul bering aka. Nalogdan keldik. Batareya kerakmi aka, batareya? Non kerakmi? Taglik kerakmi aka, taglik? Mushun ovqat kerakmi aka? Tinchlik kerakmi? Kerak. Xotirjamlikchi. Kerak. Ko'p kerak. Menimcha sizga aql kerak. Ey, 1 yil bo'lyapti sizga. Yaqin do'kon oching deganimga. Odamlar menga "Namuncha egoistsiz, faqat o'zingiz o'ylayapsizmi? O'rtog'ingizni ham yaqiningizga aylantirib olmaysizmi?" deyishyapti. Jon deb yaqin bo'laman senga, ukam. Unda sizga yana ozgina sabr kerak. Yana qancha sabr? Bunaqa ko'p emas. Yaqinlarga aytamiz, kelishadi. Siz ham bir haftada yaqin bo'lib olasiz. Baraka top. Baraka top.